Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Extra Family va bugun sandiq bo'lib olmos topishga harakat qilib ko'ramiz. Unday bo'lmasa, do'stlar, mana men qishloq topib oldim va bug'doylarni buzib oldim. 5 ta yetadi menga. Mana bu yoqda bitta zombini ham qo'qishtirdim va kravatni buzib oldim va non yasadim. Undan keyin crafting table'ni sindirdim va daraxt chopishga tushib ketdim. Birinchi daraxt, ikkinchi daraxt, uchinchi daraxt va to'rtinchi daraxtni ham chopib oldim. Keyin esa men o'zimga tayoqcha va kirka va yog'ochli qilich yasab oldim. Keyin esa mana bu yerda kattagina g'or topib oldim va bu g'orga tushib o'zimga tosh, g'azn va pechka va kirka yasadim. Keyin esa mana bu yoqdan ikkita temir topib oldim va shu bilan tunni ham o'tkazib yubordim va shu villager bilan urushayotgan paytim olmos topib oldim va bu olmoslar ikkita ekan. Hammaga videoni ko'rganim uchun rahmat.